Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. 1 avgustdan boshlab pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi bo'yicha qaror qabul qilingani haqida ko'pchilik savol beryapti. Kimga qo'shimcha pul tushadi? Kimning pensiyasi qayta hisoblanadi? Kim hujjat topshirishi kerak? Kim esa hech qayerga bormasa ham bo'ladi? Mana shu savollarga men bugun oddiy, tushunarli va aniq qilib javob beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va oilasiga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda pensionerlar hujjat ishlarida qiynaladi. Telefoniga SMS kelganini tushunmaydi yoki bank kartasiga nima uchun pul tushganini bilmaydi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki birgina hujjat yoki birgina murojaat vaqtida qilinmasa, odam o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovni kechiktirib olishi mumkin. Avval eng asosiy narsani tushuntirib olaman. Panalarga qo'shimcha to'lov deganda hamma bir xil narsani tushunmasligi kerak. Ba'zi odamlar buni hammaning pensiyasiga bir xil miqdorda pul qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Aslida bunday bo'lmasligi mumkin. Qo'shimcha to'lov bir necha shaklda bo'ladi. Pensiyani indeksatsiya qilish, ya'ni umumiy oshirish. Alohida toifadagi pensionerlarga ustama berish, kam pensiya oluvchilarga minimal darajagacha yetkazish. Nogironligi bor shaxslarga yoki boquvchisini yo'qotganlarga qo'shimcha kompensatsiya, ishlagan staji, mukofoti, unvoni yoki maxsus maqomi bor insonlarga alohida ustama. Oldin qanday edi? Oldin ko'p pensionerlar faqat o'zlariga tayinlangan asosiy pensiyani olib kelardi. Agar odamning ish staji to'liq bo'lsa, ish haqi yaxshi hisoblangan bo'lsa, pensiyasi shunga qarab tayinlangan. Agar ish staji kam bo'lsa yoki hujjatlari to'liq bo'lmasa, pensiya ham past bo'lgan. Ayrim toifadagi fuqarolarga avvaldan qo'shimcha ustamalar bor edi. Masalan, nogironligi bor shaxslar, urush yoki mehnat faxriylari, davlat mukofotiga ega bo'lganlar, alohida imtiyozli toifalar. Lekin ko'pchilik oddiy yoshga doir pensionerlar qo'shimcha to'lovlar bo'yicha aniq ma'lumotga ega emas edi. Endi nima o'zgarmoqda? 1 avgustdan boshlab qo'shimcha to'lovlar bo'yicha eng muhim o'zgarish shundan iboratki, ayrim pensionerlarning to'lovlari avtomatik tartibda qayta ko'rib chiqilishi. Ayrimlar esa qo'shimcha hujjat topshirishi orqali ustama olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Men bu yerda eng muhim jihatni ta'kidlayman. Hamma pensioner bir xil miqdorda qo'shimcha pul oladi deb xulosa qilish noto'g'ri. Kimga qancha qo'shilishi uning pensiya turi, staji, mavjud imtiyozi, ijtimoiy holati, sog'lig'i, yashash sharoiti va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bazasida hujjatlari bor yo'qligiga bog'liq bo'ladi. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz miqdori mehnat staji va ish haqi hisob-kitobiga bog'liq. 1 avgustdan keyin qo'shimcha to'lov bo'yicha sizning pensiyangizga ustama tushishi mumkin bo'lsa, bu odatda bank kartangizga yoki naqd pul oladigan bo'lsangiz, pochta orqali beriladigan to'lovda ko'rinadi. Lekin agar hech qanday o'zgarish bo'lmasa, darhol menga bermadi deb xafa bo'lishdan oldin sizning toifangiz ushbu qo'shimcha to'lovga kiradimi yoki yo'qmi? Shuni aniqlash kerak. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda juda ko'p nozik jihatlar bor. Nogironlik guruhi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi nogironlik muddati, nogironlik sababi, yosh parvarishga muhtojlik holati kabi omillar qo'shimcha to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan pensioner bilan uchinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerning ustamasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar odam parvarishga muhtoj deb topilgan bo'lsa, ayrim holatlarda alohida parvarish pul yoki kompensatsiya ham ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, turmush o'rtog'i vafot etgan, farzandlari voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bor bo'lsa, va ularga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan bo'lishi mumkin. Bu pensiyalarda ham oila a'zolari soni, bolalarning yoshi, o'qish joyi, nogironlik holati juda muhim. Agar farzand 18 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ko'pchilik shu hujjatni vaqtida bermagani uchun to'lov to'xtab qoladi yoki qo'shimcha to'lov kechikadi. 4-chi toifa kam pensiya oluvchilar. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan muammo shu: odam 30-40 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiyasi kam. Tekshirib ko'rilsa,
ayrim ish yillari hisobga olinmagan, arxiv hujjatlari topilmagan, eski korxona yopilib ketgan, ish haqi ma'lumotnomasi kiritilmagan. Bunday pensionerlar uchun 1 avgustdan keyingi qo'shimcha to'lovlar juda muhim bo'lishi mumkin. Lekin faqat avtomatik kutib o'tirish yetarli emas. Chunki ba'zida ma'lumot bo'lmasa, tizim o'ziga hujjatni topib bermaydi demak. Inson o'z mehnat staji va ish haqi hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 18 yoshli pensioner ayol bor deb olaylik. U 22 yil maktabda ishlagan. Lekin pensiya tayinlanayotgan paytda 1993-1997 yillardagi ish haqi ma'lumotlari topilmagan. Natijada pensiyasi pastroq hisoblangan. Endi 1 avgustdan qo'shimcha to'lov bo'yicha ayrim toifalar qayta ko'rib chiqilsa, u ayol avtomatik ravishda hamma pulni oladi deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida pensiya jamg'armasi bazasida o'sha yillardagi ish haqi ko'rmasa, qayta hisoblashda ham muammo saqlanadi. Bu ayol arxivga murojaat qilib, maktab yoki tuman xalq ta'limi bo'limi orqali ish haqi ma'lumotnomasini topsa, pensiyasi qayta hisoblanishi va oldingi davr bo'yicha ham farq pulini olish ehtimoli paydo bo'ladi. Yana bir misol. 22 yoshli erkak pensioner 35 yil zavodda ishlagan. Zavod allaqachon yopilgan. U pensiya olayotganiga 10 yil bo'lgan. Qo'shnisi 1 avgustdan hammaga qo'shimcha pul berilar ekan deb aytgan. U odam kutadi, lekin kartasiga qo'shimcha tushmaydi. Nima uchun? Chunki qarordagi qo'shimcha to'lov faqat kam pensiya oluvchilar, alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar yoki hujjatlari yangilangan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Agar u odamning pensiyasi allaqachon to'liq hisoblangan va qo'shimcha toifaga kirmasa, unda o'zgarish bo'lmasligi tabiiy. Bunda asosiy maslahat mahalliy pensiya jamg'armasiga borib, mening pensiyam qanday asosda hisoblangan, stajim necha yil kiritilgan, ish haqi qaysi davr bo'yicha olingan deb yozma ravishda so'rash kerak. 3-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan ona bor. Uning 2 farzandi bor. Biri 16 yoshda, biri 19 yoshda va universitetda kunduzgi ta'limda o'qiydi. Agar 19 yoshli farzandning o'qish joyidan ma'lumotnomasi pensiya jamg'armasiga vaqtida topshirilmasa, u bo'yicha to'lov to'xtashi mumkin. 1 avgustdan qo'shimcha to'lovlar bo'lsa ham, tizim bu farzandni to'lov oluvchi sifatida ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar har o'quv yili boshida, ayrim hollarda semestr boshida ham o'qish to'g'risidagi ma'lumotnomani yangilab turishi kerak. 4-misol. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan pensioner bor. U yolg'iz yashaydi, parvarishga muhtoj. Uning nafaqat yoki pensiyasiga alohida ustama belgilanishi mumkin. Lekin parvarishga muhtojlik bo'yicha tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa yoki ijtimoiy xizmat organlaridagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, qo'shimcha to'lov avtomatik tushmasligi mumkin. Bu yerda farzandlari yoki yaqinlari e'tiborli bo'lishi kerak. Tibbiy hujjatlarning muddati, nogironlik guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili hammasi to'g'ri bo'lishi zarur. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, siz alohida murojaat qilmasdan ham qo'shimcha to'lov avtomatik tushishi mumkin. Ayniqsa davlat organlarining elektron bazalarida siz haqingizdagi ma'lumotlar to'liq bo'lsa, ko'p jarayonlar avtomatik amalga oshiriladi. Lekin bu hech qachon tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida yilda 1 marta o'z pensiya hujjatlarini tekshirtirishni maslahat beraman. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringiz elektron bazaga kiritilgan bo'lsa, ish stajingiz, ish haqi, pasport ma'lumotlari, bank kartangiz to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lov bo'yicha alohida yugurib yurishingiz shart bo'lmasligi mumkin. Lekin siz to'lov varaqasini yoki bank SMS'larini diqqat bilan tekshiring. Ba'zan asosiy pensiya alohida, qo'shimcha to'lov alohida tushadi. Odam buni 2 xil pul deb tushunmaydi yoki aksincha birini o'tkazib yuboradi. Agar siz imtiyozli toifaga kirmasangiz, masalan, sog'lom, yoshga doir pensiya olayotgan, staji to'liq, pensiyasi minimal darajadan yuqori va qo'shimcha maqomi bo'lmagan pensioner bo'lsangiz, sizda qo'shimcha to'lov bo'lmasligi ham mumkin. Bu noqonuniylik degani emas. Qarorlarda ko'pincha aniq toifalar belgilanadi. Shuning uchun har bir inson o'zini qo'shnisi bilan taqqoslamasligi kerak. Qo'shningizga pul tushib, sizga tushmagan bo'lsa, u odamning nogironligi, mukofoti, kam pensiyasi, parvarishga muhtojligi yoki boshqa huquqiy asosi bo'lishi mumkin. Eng katta muammo hujjatlarning bazada noto'g'ri turishi. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin pensiya organidagi ma'lumot yangilanmagan. Yashash manzili o'zgargan.
lekin ro'yxatdagi manzil eski. Bank kartasi muddati tugagan, lekin pensioner buni sezmagan. Telefon raqami boshqa odam nomida yoki o'chib qolgan. Bunday holatlarda to'lov kechikishi, SMS kelmasligi. Ayrim qo'shimcha to'lovlar vaqtida ko'rinmasligi mumkin. Ikkinchi muammo, ish staji bo'yicha eski hujjatlar. Sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, fabrikalar, qurilish tashkilotlari, kichik korxonalar yopilib ketgan. Odam men ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv noaniq, muhr ko'rinmaydi. Buyruq raqami yo'q. Pensiya hisoblashda esa har bir yil muhim. Ba'zan 2-3 yil stajning qo'shilishi ham pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ayniqsa kam pensiya oluvchilar uchun bu juda sezilarli bo'lishi mumkin. Uchinchi muammo, odamlar og'zaki gapga ishonib qoladi. Telegramda qo'shnilar orasida bozorda hamma pensionerga falon so'mdan berilar ekan degan gaplar yuradi. Lekin rasmiy manbada boshqa shartlar bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, pensionerlar pul masalasida faqat rasmiy manbaga tayanishi kerak. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, My.uz, mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki rasmiy telefon raqamlari orqali tekshirish kerak. 4-muammo firibgarlar. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov haqida xabar chiqsa firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, sizga qo'shimcha pensiya chiqdi. Kartangiz raqamini, SMS kodini ayting deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, bank kartaning orqa tarafidagi kodni, plastik kartaning to'liq ma'lumotlarini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi xodimi sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va bankka murojaat qiling. 5-nozik jihat qo'shimcha to'lovning sanasi. Iyun-avgustdan degani hamma odam iyun-avgust kuni ertalab pul oladi degani emas. To'lovlar odatda grafik asosida amalga oshiriladi. Kimdir oy boshida, kimdir o'rtasida, kimdir oxirida oladi. Agar bank orqali olsangiz, bank tizimidagi texnik jarayonlar ham bo'ladi. Naqd oladiganlar esa pochta yetkazish grafikiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun 1-avgust kuni pul tushmasa, darhol vahima qilish kerak emas. Lekin oy davomida ham tushmasa, albatta tekshirish kerak. Birinchi qadam, o'z pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Ko'pchilik pensiya deb hammasini bir xil aytadi, lekin huquqiy jihatdan farqi katta. Qo'shimcha to'lov aynan qaysi turga tegishli ekanini bilmasdan turib xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi to'lovlaringizni tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, mobil ilova yoki bankomat orqali kirimlarni ko'ring. Agar telefoningizga SMS kelsa, har bir tushumni alohida yozib boring. Masalan, asosiy pensiya qancha tushdi? Qo'shimcha to'lov alohida tushdimi? Farq puli bormi? Agar naqd olsangiz, pochta xodimidan to'lov varaqasida qanday summa ko'rsatilganini so'rang. Har oy olgan pulingizni daftar qilib yozib boring. Bu oddiy ko'rinadi, lekin nizoli holatda juda foydali. 3-qadam. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank nomalari, yashash manzili bo'yicha hujjat. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnomalar bo'lishi kerak. Agar davlat mukofoti, faxriy unvon, imtiyozli maqom bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni ham tayyorlab qo'ying. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki menga qo'shimcha pul bering demang. Aniq savol bering. 1-avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lovlar bo'yicha men qaysi toifaga kiramanmi? Mening pensiyam qayta hisoblanadimi? Stajim to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari qaysi yillar bo'yicha olingan? Qo'shimcha hujjat topshirishim kerakmi? Mana shunday savollar aniq javob olishga yordam beradi. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rasangiz, ba'zan kutib turing degan javob olasiz. Lekin yozma murojaat bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi kerak. Arizada ism, familiyangiz, jasad raqamingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va savolingizni aniq yozing. Masalan, mening pensiyamga 1-avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lovlar tatbiq etilishini tekshirib berishingizni. Pensiya hisob kitobimda ish stajim va ish haqi ma'lumotlari to'liq inobatga olinmaganini ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, masala aniq qo'yiladi. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilinadi. Javob qoniqtirmasa,
viloyat boshqarmasi yoki respublika darajasidagi mas'ul organlarga murojaat qilish mumkin. Shuningdek, MyBodgoh.uz orqali elektron murojaat yuborish ham qulay. Muhimi, har bir murojaatning nusxasini, ro'yxatga olingan raqamini, javob xatini saqlab qo'ying. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir men sizga qo'shimcha pensiyani chiqarib beraman, falon pul bering desa, ishonmang. Qonuniy to'lovni olish uchun pora yoki vositachi kerak emas. Hujjat yetishmasa, rasmiy tartibda topshirasiz. Xatolik bo'lsa, rasmiy tartibda tuzattirasiz. Bank kodlarini esa hech kimga bermaysiz. Farzandlar ham ota-onasiga buni tushuntirsin. Ko'p pensionerlar qo'shimcha to'lov bilan qayta hisoblashni adashtiradi. Qo'shimcha to'lov bu qaror asosida belgilangan ustama yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa sizning pensiyangiz avval noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar asosida hisoblangan bo'lsa, uni yangidan ko'rib chiqishdir. Masalan, sizning 5 yillik ish stajingiz keyin topildi. Yoki yuqori ish haqi bo'lgan davringiz hujjat bilan tasdiqlandi. Bunday holatda pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Bu yil avgustdagi qo'shimcha to'lovdan alohida masala bo'lishi mumkin. Lekin natijada siz oladigan pul ko'payadi. Ayrimlar, men pensiyaga chiqqanimga 15 yil bo'ldi. Endi kech emasmi deb so'raydi. Men aytaman, hujjat topilgan bo'lsa, tekshirtirishga harakat qiling. Albatta, to'lovning qaysi davrdan hisoblanishi qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Lekin pensiya miqdorini kelgusi oylar uchun oshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski mehnat daftarchasini tashlab yubormang. Arxiga borishdan erinmang. Sobiq ish joyingizning huquqiy vorisini qidiring. Ayollar uchun alohida tavsiya ham bor. Ba'zan ayollar bo'lib parvarishi, dekret, ish joyi almashgani, familiyasi o'zgargani sababli stajda uzilish bo'lib ko'rinadi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi. Ajrim bo'lsa, tegishli hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatdagi ism bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnara deb yozilgan bo'lsa ham, tizimda muammo chiqishi mumkin. Bunday mayda ko'ringan narsalar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Qishloq joylarda yashovchilar uchun ham alohida aytaman. Kolxoz, fermer xo'jaligi, mavsumiy ishlar bo'yicha stajni tasdiqlash murakkab bo'lishi mumkin. Lekin bu imkonsiz degani emas. Tuman arxivi, qishloq xo'jaligi bo'limlari, sobiq xo'jalik hujjatlari, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Agar katta summa yoki ko'p yillik staj masalasi bo'lsa, tajribali yurist bilan maslahatlashish foydali. Aziz yurtdoshlar, 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi haqiqatan ham e'tiborsiz qoldiriladigan mavzu emas. Lekin eng muhim xulosa shuki, hamma bir xil pul oladi deb o'ylamang. Kimga qancha va qanday tartibda berilishi uning pensiya turi, hujjatlari, imtiyozli maqomi, staji va rasmiy bazadagi ma'lumotlariga bog'liq. Siz qiladigan eng to'g'ri ish to'lovlaringizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot so'rang. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling va hech qachon firibgarlarga ishonmang. Agar ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz pensiya olsa, bu videodagi maslahatlarni ularga tushuntiring. Ko'p pensionerlar o'z huquqini bilmagan uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Sizning holatingiz qanday? 1 avgustdan keyin pensiyangizda o'zgarish bo'ldimi? Qo'shimcha to'lov tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar umumiy savollarga javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring. Oqartirilgan, aniq va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib borish uchun biz bilan qoling.